Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning YouTube ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib turgan podpischilarimiz bugun 7-aprel 2025-yil sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz egalaridan zo'r sotishda Nexus 2mizga qisqacha tanishtirib turib, narxini aytib o'tamiz. Keyin videoni oxirigacha ko'rib tursanizlar, xudo xolasa to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bizning podpishka aytib tursanizlar, xudo xolasa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, keyin iloji boricha yaqin do'stlarga tarqatsanizlar bizlar xursand bo'lamiz. Misol o'zingiz amazak bo'lsanizlar ham kimnidir yaxshi kunida sababchi bo'lasizlar. Kimdir shunday mashina qarab yurgan bo'lishi mumkin. Shunday zo'r sostenada Nexus 2 chiqsa birisi olaman deb yurgan do'stlaringiz bo'lishi mumkin. Shularga tashakkur qo'ysangizlar bo'ladi. 2014 oq rang ko'rib turganlaringiz sostenasi idealni Donus motor Magigar pultda ustanovka qilingan. 2014-yilni aytdik. Yana lyuks varianti bo'ladi. Sideniya chexollari, rullar qo'yilgan, monitorlar, Lasetti barlar, keyin yurgan kilometri 140 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamiz. Metan gazlari bor, metan gazini hali surok ham bor. Egalardan sotib olgan tutdi. Kraskasi bilsangiz Nexus 2lar zang chiqadi. Shunning teyini zang chiqqan yerlari bir qator ishlangan. Lekin udar boshqa narsa bo'lib almashgan detali yo'q. Hammeri zavodskiy kontashga tutdi, bog'larni holati paket. Yana 1.6 motor. Bu Polux varianti. Konditsioner bo'lmaydi. Motorlarında rasxoti yo'q, idealni. Hech yerda chatnaq, siniq, yamalgan, kirchitilgan yeri yo'q. Zakonni bo'lib turibdi. Yarasidan haydab ketaverasiz. Mashinamizni o'zini naq puli 65 million so'm bo'lgan yeri. Keyin kredit atib olaman desangizlar, boshlang'ich to'lovini 11 million so'm berasizlar. Keyin notariskalarimiz ham 5-6 million so'm pul ketadi. Opsiy 15-16 million so'm bilan mashinamizni xaridga bosasizlar bo'ladi kreditga. Keyin oylik to'lovlari 2 million 800 ming so'mdan 3 yil muddatda chiqadi. Bu kredit varianti. Xohlasangiz kredit atib olaman desangizlar, bu narsa olish majburiy emas. Kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi. To'lash uchun imkoniyatlaringiz bo'lgan bo'lsa, mashinaning pulini ozgina yetmay turgan bo'lsa, kredit atib, variant atib olsangizlar bo'ladi. Qiziquvchilar bemalol kelaverasizlar. Bizlar obuna bo'lib, videolarimizga like bosib, podpishka etib turish esdan chiqmas obunachilarimiz. Har xil turdagi mashinalar bor. Kommentariyada qaysi mashinani obzor videosini yuklashni aytsangizlar, keyingi obzorlarimizda chiqarib beramiz sizlar uchun.